Men ikkita farzandim shu maktabda o'qiydi. Shu kunga qadar 7 ta maktab almashtirdik. Shu maktabdan men juda ham xursand bo'ldim berganimga. Menga yoqdi, juda ham chiroyli, tarbiyasi o'zgardi. Tarbiya faqat uydan oladi deganda, men shunaqa deb o'ylardim. Yo'q, ko'proq maktabda. Chunki hozir yarmidan ko'p kuni maktabda o'tadi. Shunga mana bilimi ham, tarbiyasi ham chiroyli bo'lib kelishyapti. 1 yil bo'ldi, mana 6 yil rus maktabga borgan bo'lsa, bu yerda mana birinchi o'rinda tarbiya deyilganiga men shunga qiziqib, mana berdim. Allohga shukr, mana natijalarini bilyapmiz. 7 ta maktab o'zgartirgan bo'lsak, 7 marta bunda travma deb o'ylayman. O'g'lim qiynaldi. Уже bu yil o'ziga yoqqanidan ham xursand bo'lib, onajon, bo'ldi, boshqa maktab almashtirmayman, xudo xolisa. Menga shu maktab yoqdi dedi-da. Ustozlarini juda hurmat qilaman men. Men shu maktabga olib kelguncha bunaqa ustoz muomalada, chiroyli muomalalari, farzandlarimizni qiziqtirib, mas'uliyat bilan yondoshishadi har bir narsaga. Muhayyo opamga alohida rahmat deb aytaman. Bolalarim bir kun kelmasa ham nima bo'ldi deb xabar olishadi. O'g'limni ustozlari ham Hafiza opaga rahmat katta. Ular ham har doim nima bo'ldi deb har doim bir kun kelmasa, har kunida, bir hafta kelmasa ham har kunida hol-ahvol so'rashadi. Men shu narsaga yaxshi e'tibor berdim-da. Juda ham e'tiborli ular, mas'uliyatli. Bolalarimizdan ham o'zlarini farzandidek qabul qilib, o'zlarini farzandidek yaxshi ko'rishadi. Rahmat deyman shu sinf rahbariga, mana shu maktab rahbarlariga, hammasiga rahmat aytaman. Boshqa fandagi ustozlariga ham alohida rahmat aytaman. Shu maktabni yaqinlarimga ham kim so'rasa, meni dugonalarim, yaqinlarim, qaysi maktabga bersam bo'ladi desa, men uyalmasdan, qo'rqmasdan shu maktabni tavsiya qilaman. Qilyapman ham, mana meni tanishlarim ham kelishdi masjidga. Bu yog'iga ham mana xudo xolisa so'rashsa, faqat shu yerda aytyapman. Rahmat aytaman sinf rahbariga ham, maktab rahbarlariga, hamma ustozlarga rahmat. Farzandlarimdan chiroyli natijalar, yaxshi o'qishlarga kirishini shundan umid qilib berdik. Inshaalloh oxirgacha shunaqa chiroyli ilm olib, bilim olib chiqsin shu yerlardan.